Agar sizmi uyqusizlikdan qiynalib tashvish tushib kelayotgan bo'lsangiz, undaqda bu filmni o'tkazib o'tmang. Bugungi hipnozga yetaklash sizning uyqusizlik ahvolingizga yordam bera oladi. Bo'lsa bu filmni saqlab olib, har kun uxlashdan burun anglashingizni tavsiya qilaman. Hozir ko'zingizni tabiiy yumib mening yetaklashimga ergashing. Badaningizni butunlay ozodlashtiring. Hozir butun diqqatingiz bilan tasavvur qiling. Ham badaningizni his qiling. Mushu paytda iliq, rahat bir oq nur sizni o'rab turibdi. Siz nihoyat bexatar, nihoyat rahat his qilyapsiz. Bütün diqqatingizni bosh qismingizga bering. Bütün bosh teringizni ozod qo'yib o'ting. Her bir chash yildizingizdagi har bir inishki muskullargacha bo'shashtiring. Mening bosh terim butunlay ozodlashdi deb tasavvur qiling. Bu xil azod tuyg'u xuddi bir xil iliq yiqimga o'xshaydi. Beshingizdan asta-asta tövanga qarab eqib, bütün badaningizning har bir bulung pushqoqlargacha singib kirib, bütün badaningizdagi har bir parcha muskul, har bir teri qaviti, har bir nerv, har bir hujayracha ozodlashtirdi. Hozir bu xil azod tuyg'u sizning peshonangizga keldi. Peshonangizni erkin qo'yib o'ting. Peshoningiz, ko'zingiz, burningiz, yuzingizdagi har bir muskullargacha ozodlashayotganligini his qiling. Engikingizni ozodlashtiring. Eg'izingizni ozodlashtiring. Ozodlashtirgan siri tishingizning tabiiy holda bo'shashganligini, eg'izingizning ichining shunchalik ozod bo'lib qolganligini his qilasiz. Shundoq tabiiy, siz bargan siri ozod bo'lib ketyapsiz. Hozir bu xil ozod tuyg'u davomli tövanga qarab eqib, bo'yningizga bir muskulni ozodlashtiryapti. Bo'yningizni bo'sh qo'yayotgandan keyin u yumshab, ozroqmi kuch qolmagan holatni his qilyapsiz. Siz bargan siri intayin ozod bo'lib kelayotganligingizni his qilyapsiz. Har qitimliq nafas sumurish sizni texim ozod qilyapti. Hozir cho'nqur nafas iling. Yana asta-asta nafas chiqaring. Mening yetaklashimga ergashib, davomli tövanga qarab, o'zingizni bo'shashtiring. Hozir muyuringizni bo'shashtiring. Muyuringizni bo'ylab tövanga qarata bilikingizni, jaynikingizni, qo'lingizning do'mbisi tagar bir barmoqlaringizgacha azod qo'yib o'ting. Qancha azod bo'lsangiz, shuncha rahat tuyg'uni his qilasiz. Qancha rahat bo'lgan siri hipnoz holatiga shuncha chuqur kirasiz. Nihoyat yaxshi. Bütün badaningiz shunchalik rahat, shunchalik ozoda, shunchalik tatliq, shirin bir uyqu holati bütün badaningizga shiddat bilan tarab, intayin tatliq uyqu kelayotganligini his qilyapsiz. Siz hozir butunlay bexatar, xuddi onangizning bag'rida allaylanayotgan bu vaqtdek sizga uyqu holati bargan siri kuchayib ketyapti. Hozir men sanoq sanayman. Her bir sonni sanaganda sizdagi bu uyqu holati texmi kuchayishga boshlaydi. Uyqungiz texmi cho'nqurlashadi.
Siz hozir intayin bexatar, o'zingizni tatlıq bir uxlayıb yetishingizga yo'l qo'ysangiz bo'ladi. Mening sanishimga ergishib, sizmi ichingizda sanab mening necha sanayolsangiz, shuncha sanasangiz bo'ladi. Undaqda sanashni boshlang. 1, 2, 3